Növətdə Bərgiyə yazğan Tuncuqa Ruh namlıq əsərinin 2-ci bölümünü aldınız. Öydən gəlgənimdə Nicat mənə meni görməyəndək başqaça nəzərdə qarab getdi. Özümü ətigənki kiyimlərimni almashtırıb, uçamğa aq, uşaq gül düşürülgən o'tqaşda qızıl ipək ko'nglak. Yeshimga mos bo'lmisimu bir yerlarga borganda deb setib olgan pashilliq nozik oyog'imni kiyib, Möramda yeyilib turgan chashrimni ko'nglimning rangida qizil volildab turadigan chasi bilan egiz qilib turmakli olgan edim. Ko'ynakning o'ymi yoqasidan ko'rinib turgan uzun so'zik bo'yinlarim bayni bir yutum suv issa gelidan ko'rinadi degan ta'sirlarga tushkirak darajada kishining diqqatini qo'zg'aydi. Bu qiyofatim har qancha muzurak bo'lsa-mu Nijatning yuragini chalg'aytgan chig'i. Ular tushgan yotoqqa kirib kelganimda u rostila ko'zlarini parqiratgunicha menga tikilib qarab ketdi. Pah. Yoshlik chog'larimni tamishtirib, odamni o'kindiraysiz jumo Nozila. Nadikini odamni xijil qilmagan Mahmudka. Yolg'iz keldingizmi? Biror do'stingizni birga elib chiqsangiz bo'lmamdi. Men shunday o'ylagan. Biroq sizlar ikki, biz ikki bo'lib chiqsak, hech kim to'g'ri tushunmagidak. Shunga o'zimni kilayverdim. Sizlar akademiyat bo'lgandan keyin hech nima bo'lmas. Ey, undaq emas jumo. Men Mahmud akangizni boshqalar keltirib olmasin deb qo'rqqansiz tayinlab. Mahmud kam yana chaqchiqini boshladi. Shunday qilib ular bilan kashik bozorga chiqdik. Tamoqdan keyin Noyaning kashik manzarasini tomosha qilgach, ular ichimlik o'rnida pivo ichishdi. Nijat xeli xushxo'lashib qolgan bo'lib, mendan Noyerimiz to'g'riliq u bu gaplarni so'rashga boshladi. Men bu fursatni qo'ldan bermaslikka tirishib, amal bor uniga ko'proq parang qilib, oraliqimizni yaqinlashtirish maqsadida u so'rmagan narsalarni parang qilib, eg'izim yumilmayli qoldi. Turib Mahmud kamning sancha nazariga duch kelaman. Mahmud kam bir ishni bayqab qolgandek, ko'nglimdagi sirlarni sezib qolgandek, mening arka ahongda yaqinlik ovozda so'zlashlarimni ting'ishg'ash miyqida kulib qo'yapti. Ko'z degan ko'ngil deb tikan. Balkim osiy ko'zlarim Nijatga har bir tikilganda, uning anda-sanda qilib qo'ygan gaplariga mastonlik bilan kulganda, qalb sirlarimni tamom oshkorlab turgandi. Qaytdik. Menchi bo'lsa faqatla qaytqim yo'q. Biroq o'tiravergil bo'lmaydi-da. Xeli kech bo'lib qoldi. Men bek herib ketdim. Nijat uka, bu so'ngchaqni senga topshiray. Uyga olib qo'yg'ana. Mahmud kam shundoq deb men qarab ko'zni qisib qo'ydi. Bu iltifotdan damalliq hayajonlangan bo'lsam-mu, biroq Nijatning xolmagan holati turganini ko'rib, o'ng'aysizlanib qoldim. Bo'ldi, o'zimning yeri tursa, ketalayman. Hoy, unda qilsangiz bo'lmaydi ukam. Mahmud kam jiddiylashganicha yugurib kelib, o'rlib limongat meni to'sib oldi. Bir obdan bizni kechlik bozorda huzurlantirib, endi o'zingiz yolg'iz ketsangiz bizga sat emasmi? Tursangiz uka, bir nim demamsa. Men opirib qo'yay, mangmay turing. Ichimda shunda xushalman. Biroq teshimda azorigan qiyofatda, sal domsaygan holatda Mahmud kam bilan xo'shishib, Nijat bilan yonishib mangdim. Uyimiz cho'ng ko'cha to'qmishdan qayrilib, tar uzun yo'ldan keyin yana o'ngga qayrilib kirgan mahalla ichida edi. Taksi bilan mansaqo 5 minutga qolmay opirib yetdi. Biroq men uchun tepilg'isiz kelgan bu fursatda meni pul berman taksiga tush desam unmayman-da. Qancha keldingiz? Tuyuqsiz so'ralgan bu savoldan cho'chib ketdim. 17 ga kirmadim. Uning nima uchun so'rganligini bilmasam-mu, meni nimachi kichik jamiyatga chiqib olgani deb ajablangani aniq edi. Sizchu? Men Mahmud kamdan uning yeshini bilgan bo'lsam-mu, yondirib so'rdim. 24 yosh. Maktab bitirib, Agazlar shirkatida ishlayapsiz? Nijat ha degan tarzda beshini lang'ishdi. Yana bir oz jimjitlik hukm surdi. Ko'cha chirog'i bo'lmagan mahalla yo'liga yetib keldik. Tuyuqsiz oldi tarafdan bir ishchi yugurib chiqib keldi. Men oppam deb cho'chigunimcha ishtikli Nijatning qo'llariga eslab oldim. Qasam bermanki, bu g'arazsiz oldiki qo'rqish edi. Nijatmi damalliq nima qilishni bilmagandek bo'lib, o'rnida to'xtab qoldi-da, ishtik mening qo'llarimni chang tutdi. 1 minut. 1 sekund. Yo'q, uningdan qisqa vaqtdi.
Uning qo'llaridan targ'an bir harorat butun badanimni charosizib kuydirib etgandek bo'lib ketayotdi. İştik beshimni ko'tarib, uning ko'zlarini ajoyib bir ushqularda chaqnab ketganligini ko'rdim. Biz unsiz holda bir-birimizga qaraganimizcha turib qoldik. Siz nimancha chiroyli. Uning pichirlab degan gaplari qulqimga urildi. Ko'zlarimni yo'g'on ichib, uning ajoyib bir mastonlik bilan tikilib turganligini ko'rdim. Qo'llarimni chang tutib turgan qo'llari titrayotdi. Men bara-bara halsizlanib ketayotgan tenimni uning bag'riga tashlab etishdan aran o'zimni tutgan holda pichirildim. Rostmi? Siz rost shunday his qildingizmi? Siz men ko'rgan qizlar ichidagi eng chiroyli qizgansiz. Uning qo'llarimni chang siqimdig'inicha meni o'ziga tortayotdi. Shu tap uning yiliqi turgan qiyofatidan asarmi qilmagan bo'lib, so'zlari shu qadar muloyim, ko'zlari shu qadar sehrli nurlarga to'lgan edi. Uning qo'yniga singishga faqatla bir qil orliq qolgan edi. Yo'q. Men silkinib o'zimga keldim. Ajoyib bir kuch bilan yo'lqinib, uning qo'lidan bo'shab chiqdim. Bu to'yuqsizlikdan umi cho'chib ketdi bo'lg'ay, ko'zlarini chekchaytganicha men qarab turib qoldi. Uyimga keldim. Siz keting, at ko'rishaylik. Men o'rlib ko'chaning ichkarisiga qarab yugurdim. Nemishqa bunday qilganimni, nemishqa shuncha zar bo'lgan odamimning haroratli bag'rini rad qilganimni bilmayman. İçimden bir öksüz çıkıp göz yaşlarım taramlap dökülüyordu. Bu belkim hiç gap yo'qla meni bag'riga tortmoqchi bo'lgan Nijatning qalbidagi o'zimning obrazining yaxshi bo'lmay qolganligiga bo'lgan o'kinish yashirdi. Yoki o'ziga tamanna qo'yib, shuncha vaqtdan beri qiya nazarda qaramagan akavr yigitning bugungi pevining kuchi bilan qizlar amroq gapni deb meni shalla qizlardan deb bilib ko'ngil xush qilganda qilganiga bo'lgan xo'rlish tuyg'ularidan to'kilgan yoshlardi. Arqamdan Nazla sizga nim bo'ldi, to'xtang deb baqirgan ovoz anglab turdi. Men to'xtamay yugurib eshik oldiga kelib, bir ozog'icha o'zimni o'ngshib olib, ondan uyga kirib ketdim. Atsi do'konga bordim. Nijatning oqshomga hech gap yo'q, meni bag'riga tortmoqchi bo'lganligini nima deb tushunishimni bilmadim. Biroq tuz ko'ngillik bilan Mahmudkam bilan chaqchaqlashib, o'zimning ochiq yo'riq qilgan muomalamning bu yigitning ko'nglida mening axloqimga nisbatan boshqacha o'y tug'dirib qo'yganligi aniq edi. Ularning mashinasi tushdikin aran o'ngshaldi. Shu vaqtgacha ular do'konlarga kirib, biz bilan bozor ehtiyoji bo'lgan xaridorlar ko'proq so'raydigan buyumlar ustida paralashib yurdi. Nijat do'konga kirib kelganda men nima qilishimni bilmay, beshimni ko'tarib qaray olmay qoldim. Yaxshi turibsizmi? Uning pishqan yigitlardek bom ovozi anglaganda qulog'imga ishonmay qoldim. Odatda men ahvol so'rasammi javoban jilmayib qo'ydigan yoki bo'lmasa bo'sh qilib yaxshi deb qo'yish bilan chekinadigan bu yigit bugun o'zi mendan ahvol so'rayotdi. Yaxshi, o'zingiz-chi? Men beshimni ko'tarib, uning o'tkir nazarda menga tikilib turganligini ko'rib, o'diqib ketdim. Yaxshi. Bu mening telefon nomerim. Bir ish bo'lsa, telefon qilasiz. U sim kartasini uzatdi. Men bu iltifotdan boshqacha mag'dursizlangan holatda titirgan qo'llarim bilan u uzatgan kartani oldim. Biz mangdoq amsa. U chiqib ketib qayrilib men qarab qo'ydi. Bu qarash xuddi menga sizni yaxshi ko'rman Nozla, sizni yoqtirib qoldim degandek bilinib ketdi. Kash. Yotoq uyimda damma-dam kartadagi nomerlarga qaraganimcha telefonimni tutib o'ldiraman. İxtiyorsiz holda shu nomerlarni besib boqaman. Basmayu ulanishdan qo'rqib ishtik yana qo'yib etaman. Uning oqshom kechdagi hayajonli tuyg'ular bilan nurilib ketgan cho'ng ko'zlari. Uning qo'llarimni chang tutib, meni asta o'ziga tortgan holati hiyladan-hiyla ko'z oldimga zohir bo'lib, yuragim shirin sezim orla sirada qilib sirqiraydi.
Ko'zimni yumib, qo'limda yanfonimni tutqunimcha yotatdim. Tuyuqsiz uchur kelgan ovoz meni cho'chitibdi. Sakrab qopib, yanfonimni uchur ko'zligini ochdim. Atdigandan beri men necha qitimlab besib, urib beqishga tashna bo'lgan, biroq jur'at qila olmay uzib nomerlar turadi. Yaxshi turamsiz Nazla. Oqshomqi ish uchun meni kechiring. Atdigan sizga deyishga fursat bo'lmadi. Men adabsizlik qilib qo'yibdiman. Yaqay, oqshom yechish bo'lmadi-ku. Menda kechirim so'rashingiz ortiqcha. Sizga shundoq ta'sir berib qo'ygan gunoh o'zimda. Undaq demang. Bundaq desangiz bo'lmaydi. Men tunji qitim sizni ko'rib sezgan. Siz yaxshi qiz. Men oqshom pivining kuchida sal shu ranjimang bo'lamdi. Men u ishni esimda chiqarib etdim. Uning ustiga siz kechirim so'rg'idek biror ish bo'lmadi-ku. Telefonim sayrdi. Men yuragim tepichekligan holda yana shu yuragimga muhr bo'lgan o'rniga tonish nomerlarga qarg'anib telefonni oldim. Nazla, bu men. Bildim. Xato tushunmang. Bo'lamdi. Men baxijal. Nijat, aroq ichdingizmi nima? Bugun kelib bolalar bilan bir yerda o'ltirib qolgan. Ko'p ichib olgandek tursiz. Bo'ldi, uyingizga qayting. Xo'sh, telefonni qo'yib etdim. Nemish qoldiraysiz? Mendan shundoq bezormisiz? Men qandoqmi undan bezor bo'lay? Mumkin bo'lsa uning bilan tong atquchi shundoq telefonda so'zishishga rozi bo'lsam. Yo'q, men Nim bo'ldi danga? Nazla? ish nima shu? Nazla. Siz bek chiroyli qiz. Uning yana mushu gapni qilishi asaldan chiroyim bilan faxrlanadigan meni bir xil qilib qo'ydi. Gap qiling Nazla. Siz bilan ko'rishkim bor. Shaharga keling bo'lamdi. Gerçi u bu gaplarni maslikda davosimi, biroq shu qadar hayajonlandimki, xuddi u menga to'y qilish taklifi qo'yayotgandek. Ko'nglini izhor qilayotgandek. Nazila. Nimishqa gap qilmaysiz? Nimishqa shaharga borman? Men undan gap olmoqchi bo'lib so'rdim. Uni sizni yaxshi ko'rib qoldim. Siz kelganda buni deyman deyishni bekmi orzu qilatdim. Biroq avval keling. Men o'ynadim bo'lamdi. Men o'ylashib boqay. Yo'q, o'ylashmang. Atili keling ma'qulmi? Bu bekli tuyuqsiz bo'lib qoldi-ku Nijat. Ishlar degan shundoq bo'ladi. Cho'qim keling Sizni saqlayman. Men oxir uningga ma'qul borman deb javob berdim. Ya xushal bo'layotganimni, ya xushal bo'lmaganligimni bilmayotdim. Xushalliqim uning o'zi tashabbuskorlik bilan uchur va telefon qilishi. Xushal bo'lmaganim shuncha gaplarni qilgan uning menga sizni yaxshi ko'rib qoldim degandek gapni asla qilib boqmagan edi. Uxlay olmay uzungacha qiynaldim. Qachonlarkin ish qilib uxlab qoldim. Atdigan yana sardil uyqum ichilib ketdi. Boshqa vaqtlarda undaq uyqum kam bo'lib qolgan ish bo'lsa, atsi beshim eg'irlashib, ko'zlarim qizirib bo'lolmayli qolatdim. Qaraganda ro'yi uzuq degan boshqachilik gapkan-jumi. Opamga xo'jayin ayolning shaharga berib mol tanlab elishib berang deb bakla chingtirib olganligini. Shu vajdan bugun shaharga berib qilishi mumkinligini aytib ruxsat elib oldim. Men maktabdan chekingandan keyin loyg'azallarcha bekor yurib, biror yomon yo'llarga kirib ketishimdan ansirab yurgan ota-onam mening bir chiroyli do'konda ishlab, xo'jayinimning e'tiborlashiga erishganligimdan, o'zimning bu ishga ishtiyoqimni tushib, yo'lida ishlab ketayotganligimdan olamcha rozi bo'lib, yana mening deganimni qilib e'tiborlaydi. Texnik yo'limda berish yoki bormaslikni jazm qila olmayotdim. Shundaqdimi yana tayyorlik bilan eng yarashimli kiyimlarimni kiyib do'konga keldim. Do'konga kelib, xeyli biroz vaqtdan keyin telefonimga Nijatdan uchur keldi. Qachon yo'lga chiqsiz? Kep bo'lib menga telefon qiling Nijat shundaq ishonchlik holda hech qanday boshqa gap qilmay shu gapni yozgan edi. Qaytirib men uchur yozdim. Baralamdim yo'q bilmayman. Nemish kelmaysiz? Cho'qim keling.
Akşam vədi qılğan toňuzğa. Siz akşam məs bop qaptı ekansiz, şuna dep qoyğandım. Birdemdila telefonum jirangladi. Oy Nazlı, meni məs bop qaptı dep özüňiz meni ahmaq qılmıtınız. Akşamki gaplarning hammasini bilmänjimi? Nimeli bolmasan iş qilib kelesiz. Men sizni saqlayman. Telefonni elishim bilan meni hech qanday gapni qilg'izmay, shundoq aldirash shu gaplarni dapli qo'yibdi. Men bo'lsam bu g'alati mijozli yigitning qiliqlaridan hayron holda telefonni tutqunimcha turib qoldim. Oxiri xo'jayinimdan ruxsat so'rab yo'lga chiqdim. Men berib uningga men keldim deb uchur qildim. U mening bir yerni deb o'rlashib turishimni, o'zining jiddiy bir ishi chiqib qolganligini, ishni tugatib telefon qilganligini aytdi. Men do'konlarni aralag'ash, uningda telefon saqlashga boshladim. Oxir oilani verib shundoq yerib ketdim. Qo'rsqum ichib ketdi. Shuning bilan bir oshpuzilga kirib qo'rsaq to'g'lig'ash, uningda telefon kutdim. Tamoqmi yedim. Do'konlarni marildim. Shundoq yerib ketdim. Ammo uningda hech qanday uchur yo'q edi. Ochiqim kelib qoldi-da, men ketaman deb uchur yo'lladim. Birazdan keyin uningdan bahor yo'li g'avas mehmonxonasiga keling deb uchur qaytdi. Uning mehmonxonaga keling deganidan bir qism bo'lgan bo'lsa-mu, biroq yerib ketgachga aram elishni istab taksiga o'ltirib mehmonxonaga keldim. Telefonda uning degani bo'yicha 312-yotoqqa kirdim. Eshikdan kirsam odam yo'q. Men xato kirib oldimmi nima deb tengirqab tursam, u qo'lida yaltiroq xaltalarda bir nimalarni ko'targanicha kirib keldi. Keldingizmi? U qo'lidagi narsalarni ustalga qo'yg'ach, mendan ahvol so'radi. Uning kulimsirab turgan qiyofatini ko'rishim bilanla yuragimga bosib kirgan tatliq bir tuyg'ular mendagi atdiganda berigi qiydashlarni yo'qla qilyapti. O'ltiring. U mening texchilar tengirqag'inimcha turganimni ko'rib, krestloga taklif qildi. Men qo'rinib turib, yotoq ichiga sapsalg'ash bir burchakda o'ltirdim. Uning xuddi meni kunni ko'rib turdigandek shundoq erkin, ozoda holda hech gapdan hech gap yo'q bu yotoq aklishi, shundoqla atayin taklif qilganiga tushliq sirti biror vaqt g'izalandirmay, yaltiroq xaltalardan yemaklik va pishiq tomoqlarni elib ustalga tizayotganligi texim hayronligimni qo'zg'aydi. Biroq nima uchunkin o'zimning uning irodasiga qarshi chiqishga amalsiz holda bo'ysunayotganligimni his qilatdim. Oy, texchi so'mkingizni tutib o'ltiribsiz-ku. Uning kulkarlar so'zidan keyin o'zimning havoqinimcha so'mkamni chang quchoqlab tutib o'ltirganligimni his qildim. Ozoda bo'ling, Nozila. Bu yerda ikkimizdan boshqa hech kim yo'q. Ha, maus sopmikashni kiyib olib, tozliq uyga kirib, qo'llaringizni yuvib chiqing, tamoqlanaylik. Shu gapdan keyin rostila mush yotoqda tamoq yeydiganligimizga to'liq ishondim. Gangirgan tuyg'ularda uningga bo'ysungan holda tozliq uyga kirib chiqdim. Keling, bu yerda o'ltiring. U döp-tügülek ko'zlardan kulki to'kkan holda meni ustalga taklif qildi. Ustal yuzida to'g'ri kabobi, rampiza, tarxamaksay, nonga ilingan kabob degandek butunlay qizlar amroq tomoqlar bilan yana boshqa ushaq-tushak yemeklar tizilgan edi. Qanamsa, oldi bilan tomoq yeyli. Bugun bosh shirkatdan odam kelib, sizni bak saqlatib qo'ydim-a? Yaqay. Gerçi rastla shundoq bo'lgan bo'lsa-mu, men rasmiyat yuzidan shundoq dedim. Nimacha tortinisiz Nozila? Men, elinga, qizlar to'qi go'shiga amroq bo'ladi-ku. U to'g'ri pachiqni birdan menga uztib qo'limga tutqizib qo'ydi. Beshimni asta ko'tarib, uning ishtiyoq bilan tomoq yeyishlariga yoshirin sapsalaman. U shundoq erkin, ozoda. Xuddi biz burundala mushdaq yaqin tunishdik. Davomliq bilan g'izalanib, odatlanib ketgandek, hech qanday ko'rinish yo'q holatda parang qilg'ach tomoq yeyotdi. Yiliqi sirliq, kamso'z, haqavur talatidan asarmi yo'q. Men bo'lsam, o'zimning sho'x so'zmanligini uning hadiya qilayotgandek qizirib totirib, nimalarnidir anqira olmagan. Nimalarnidir tegiga yetolmagan holda qo'limdagi pochoqning osqini go'shlarini yeb bo'lolmay, chimdab tishlab qo'yib o'ltiribdiman. Uning parangini tanishg'ash, ko'zlarim bilan uchqishib qolsa, yuragimning so'qishdimi battar titrab ketayotgan qo'llarimning harakatini uning sezib qolmaslik uchun qo'limni uzatmaydigan narsalarga uztib ketaman. Tamoqdan keyin u ustalga ichimlik oldi. Biriga oq,
yana biriga qip-qizil suyuqlik qo'yilgan ikki stakanning qizilning jazman menga tava ishkanligi aniq. Men ichmayman deb xeli tortishdim. Biroq uning buyruq aralash so'zlari oldida yanada nima uchunkin royishq bilan uni ichishga boshladim. Qip-qizil suyuqlik bir temimdan badanimga singmoqda edi. Bara-bara mendagi tortinishlar yo'qab, avvalgi o'zimga qaytib kelgandek bo'latatdim. Zo'q-sho'q bilan uning shundoq ko'p paranglarni qilib berdim. Atayin kelganimga tushliq, uning bu yotoqqa hamma yeydigan, ichdiganlarni elib kirib, bir qadamni talaga chiqmay o'ltirganimizga bo'lgan og'irnish yesirimi qayerlargadir uchib ketdi. Shuncha vaqtdan beri uning bilan mana mushundaq yolg'iz, mushundaq xoli bir-birimizning ko'zining ichiga qarab o'ltirmoqni necha qadamlab armon qildim. Hozir bo'lsa, uning o'tkir nurlar chaqnab turadigan, meni birinchi qatimda al qilgan ko'zlariga shuncha yaqindan qarab o'ltirib parang qilmoqdiman. Umi gaplarimni shundoq astoydil tinchimoqda. Nima parang deysiz? Ushaq-tushak paranglar. Yana do'kondagi ishlar. Do'kon atrofidagi qizlarning qiziqarli mijozlari. Yana bizga mal tarqitib borgan bolalarning qiziqarli ishlari degandek. Qanchalik o'ltirdik bilmayman. Bir chaqda tozliq uyga kirgim kelib, kirib chiqishim bilan eshik to'da uningga to'qirishib qoldim. Kuchuk bilaklarning muassirsida qolgan vujudim men tashnalik bilan kutgan uning bag'riga bosh qo'yishni yoki qo'ymaslikni bilib bo'lmasdilla, qo'lqim to'da uni Sen nimancha chiroyli Nozila degan titrak aralash so'zlar anglandi. Orqada lavlarimga uning cho'g'dek lavlari yiqildi.